Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Muhammad Izzat. 12 noyabr 20-asr Uyg'ur tarixida qurilgan ikki qatimliq Sharq Turkiston Jumhuriyatining 87 va 76 yillik xotir kuni. Butun Sharq Turkiston xalqining shonliq bayram kuni. G'azilar kuni, shahidlar kuni, shundaqla qahramonlar kunidir. Ayni vaqtda ajdodlarimiz zo'r va murakkab sharoit qaramasdan 1933-yil Qashqarda Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatini, shundaqla o'xshash oy va o'xshash kunda 1944-yil G'uljida Sharq Turkiston Jumhuriyatini qurish orqali butun dunyo xalqiga Uyg'ur xalqining hurlik ko'rash irodasini, shundaqla qahramonlik qaysar ruhini, o'ziga o'zi xo'j bo'lib mustaqil yashash orzusini dunyoga jakarlagan, shundaqla namoyon qilgan kun. Sharq Turkiston xalqining epirayotgan harakatlarimi dal mushu ikki jumhuriyatni asli keltirish uchundir. Bu muqaddas da'vo uchun yuksak ishonch va yuksak ixlos bilan xizmat qilayotgan fidokor avlodlar dal mushu ikki jumhuriyatning haqiqiy meroschilaridan iboratdir. Tövəndə dehqonlar bu vaqtki xabarimizning tafsilotida bo'lsin. 12 noyabr kuni Sharq Turkiston surgun hukumati Washington Amerika parlament binosining oldida Sharq Turkistonning mustaqillik kunini xotirlash cho'ng faoliyat o'tkazdi. Sharq Turkiston surgun hukumati bosh ministri Solih Xudoyor muhim so'z qilib, Sharq Turkistonni Xitoy qo'lidan ozod qilib, mustaqil bo'g'icha Xitoy bilan jon tikib kurash qildiganligini, buzg'unchi unsurlarning Sharq Turkiston surgun hukumatiga singib kirib, buzg'unchilik, yomon g'arazlik qilmishiga qat'iy yo'l qo'ymaydiganligini, har qanday to'salg'u jafolarni shartsiz yengadiganligini, erkin va mustaqil davlat sifatida yashash huquqimizni qo'g'ilishni hech narsa to'sib qolmaydiganligini, Uyg'ur xalqimiz va chet ellik do'stlarimizning qo'llashi bilan oxirgi ko'zlagan manzilga inshaalloh yetadiganligini bildirgan. Kanada parlament a'zolari Kanada hukumatining Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini tonishga, shundaqla Xitoyga embargo yurgizishga chaqirdi. Fransiyada aktiv faoliyat berayotgan doktor Dilnur Fransiyadagi siyosiy partiyalarning qo'llashiga erishmoqda. İlham Aliyev Ozarbayjonning zafarini qutladi. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Noyabr muhojiratdagi butun Uyg'urlarning Sharq Turkiston Jumhuriyat bayrami xotirasini qutlayotgan muhim paytda Kanada parlament a'zolari Kanada hukumatini Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilishga va Xitoyga embargo yurgizishga chaqirdi. Kanada Yer shari xabarlar to'rining 12 noyabr xabar qilishicha, Kanada parlamentining bir komiteti tekshirish orqali Xitoyning Uyg'urlarga qilgan muomalasining irqiy qirg'inchilik shakllantirganligini aniqlab chiqqanligini, Kanada hukumatini Sharq Turkistonda insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazgan Xitoy amaldorlariga embargo yurgizishga chaqirgan. Kanada Avam palatasi Xalqaro kishilik huquq tarmoq komitetining sobiq va hozirgi parlament a'zolari taratqularning o'zlarining Xitoy haqidagi tekshirish va harakatga o'tish chaqiriqlariga bo'lgan tonishini o'stirish uchun axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Konservativlar partiyasining parlament a'zosi David Svit so'z qilib, tekshirish jarayonida bu tarmoq komitetining nurg'unlagan guvohchilar so'zlarini anglagan bo'lib, ularning orasida Sharq Turkistondan qochib kelgan Uyg'urlar, lagerda turib boqqanlar, sobiq mahbuslar va ularning oila a'zolari, shundaqla har sohadagi mutaxassis va akademiklar borligini, Uyg'urlarning Xitoy ustidan bergan guvohlarning shunchalik qo'rqinchligi, ba'zilarning anglab xuddi bir ssenariy deb o'ylash mumkinligini, lekin bularning amaliyotdan Sharq Turkistonda Uyg'urlarning haqiqiy ahvoli ekanligini, hukumatining Angliya o'rtaq gavdasidagi sheriklari bilan hamkorlashib, Xitoy kompartiyasining bostirish, yo'qotish siyosatiga ochiq inkos qaytardiganligiga kafolatlik qilish qatorliqlarni bildirgan. Kanada parlamentidagi Konservativlar partiyasi, Yangi Demokratlar partiyasi va Quebec bloki partiyasining a'zolari bu axborot e'lon qilish yig'inida qatnashgan bo'lib, uning qarashlarini quvvatlagan. Parlament a'zolari yana Uyg'urlarning majburiy emgakka selinish masalasini va Kanada shirkatlarining bu mahsulotlardan foydalanadiganligini o'tirib qo'ygan. Fransiyada aktiv faoliyat qilayotgan Uyg'ur ziyolisi doktor Dilnur tarafidan tayyorlanib e'lon qilingan Fransiyadagi siyosiy partiyalar shundaqla shahar boshliqlarining imzo qo'yishiga sunilgan Uyg'urlar bilan sabdoshlik nizomnomasiga bugunga qadar 6 siyosiy partiya, 10 shahar boshlig'i imzo qo'ygan. Ikki Sharq Turkiston Jumhuriyat xotiri kuni arafasida yana bir qancha partiya bu nizomnomaga imzo qo'yganligini e'lon qilgan. Bu nizomnomaning asosiy mazmuni bo'lsa, biz shartsiz holda Xitoy kommunist rejimi tarafidan bostirilishga uchrayotgan Uyg'ur xalqi bilan bir safda bo'lishga va'da beramiz. Biz Xitoy rejimining Uyg'urlarga qarshi olib berayotgan insoniyatga qarshi jinoyatlarni har xil usullar bilan taratqular, namoyish va boshqa unumli usullar bilan dunyoga anglitishga va'da beramiz.
Biz Xitoyga qarshi kuchli iqtisodiy, siyosiy va diplomatik jazolarning qo'llanishini talab qilishga va'da beramiz. Biz Fransiyadagi Xitoy Kommunistik partiyasining sapsat quroli bo'lgan 17 Konzi institutlariga berilayotgan hukumatning iqtisodiy yordamining to'xtatishini oshkor talab qilishga va'da beramiz. Biz Uyg'ur da'vosi uchun tirishayotgan uyushmalarga yerlik hukumatlarning siyosiy va iqtisodiy terak bo'lishi uchun va'da beramiz. Biz Fransiyada yashayotgan Uyg'ur diasporasiga yordam qilish va qo'g'dash uchun qo'limizdan kelgan barliq usulni qo'llanishga va'da beramiz qatorliqlar. Mazkur va'danom berilgan turbatdan Sharq Turkiston bayrog'i va Cumhuriyet kunimiz qutlaqlangan tabriklar yozilgan. Yevropa parlament a'zosi Rafael Glucksmann yana Facebook va Twitterda Cumhuriyet kunimizni qutlaqlab yozma e'lon qilgan. Azerbaycan prezidenti İlham Aliyev davlati bilan Armeniya o'rtasida tog'liq Qorabog'ga munosabatli tuzilgan kelishim ramkasida urush to'xtashining e'lon qilinganligini bildirdi. Azerbaycan prezidenti İlham Aliyev xalqiga xitob qilib so'zlagan nutqida Azerbaycan, Armeniya va Rossiya o'rtasidagi o'rtaq xitobnomaning imzolanganligini, kelishim bo'yicha harbiy harakatlarning to'xtaganligini, Azerbaycan bilan Armeniyaning kontrol qilayotgan nuqtalarda turadiganligini, Kalbajarning 15 noyabrda, Og'dam rayonining 20 noyabrda, Lachinning 1 dekabrda Azerbayjonga qaytarib berilganligini bildirib, Tog'liq Qorabog'ning uchirish liniyasi va Lachin koridorida Rossiya tinchlik kuchlaridan yenik tipli qurollar bilan qurollangan 1960 askar va 90 harbiy avtomobil o'rinlashtirganligini, Rossiya tinchlik kuchlarining Tog'liq Qorabog'da 5 yil turadiganligini, taraflar norozilik bildirilmasa bu muddatning uzartilganligini, ko'chmanlarning yurt makonlariga qaytadiganligini, asir qilinganlar va urushda o'lgan jasadlarning o'zaro almashtirdiganligini, rayondagi barliq iqtisodiy va qatnash turlari qaytadan tasdiqlanib, Azerbayjonning g'arbdagi viloyatlari bilan Nahchivan avtonom jumhuriyati o'rtasidagi qatnash koridori ochilganligini so'zlagan. İlham Aliyev qo'lga keltirilgan muvaffaqiyatlar munosabati bilan ishg'oldan ozod qilingan rayonlardagi xalqlarni va barliq Azerbayjon xalqini tabrikladi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga emanet.